15-savolimizni qaraymiz. 15-savolimizda quyidagi jadvalda A, B, C, D, E avtomobillarni ma'lum bir masofaga yura olishi uchun zarur bo'lgan benzin miqdori ko'rsatilgan. Qaysi avtomobilning benzin samaradorligi litr taqsim kilometri eng kam deyapti. Ya'ni e'tibor berasizlar. Litr taqsim kilometri deyapti. Mana shu joyi muhim. Ya'ni mana bu yerda sayohat uzunligini kilometrda, zarur bo'lgan benzin miqdorini esa litrda beribdi. Litr taqsim kilometri degani uchun endi litrda kilometrga nima qilish kerak? Bo'lish kerak ekan. Xo'p, demak, mana bu yerni qaraydigan bo'lsam, 15 taqsim 90 birinchisi A avtomobildagi. Hadiki. B dekini qarasam 10 taqsim 87. Hop, keyingisi 12 taqsim 109. Keyingisi 6 taqsim 53. Keyingisi 5 taqsim 45 ekan. Bizda qaysi biri eng kam deyapti. Ya'ni mana shu narsalardan eng kichkinasini topishimiz kerak ekan. Ya'ni kasrlarda eng kichkinasini topishimiz kerak. Xo'p, kasrlarda eng kichkinasini topish uchun nima qilamiz? Kasrlarda eng kichkinasini topish uchun yo mahrajlarni bir xilga aylantiramiz, yo suratlarni bir xilga aylantiramiz. Kelinglar biz hozir mana 90, 87 lar, 109 larni bir xilga aylantirish qiyin bo'lgani uchun tepani bir xilga aylantiraylik. 15, 10, 12, 6, 5 ni ekokun tanlaymiz. Ya'ni bunga ham bo'linadigan son tanlaymiz. Bu bilan bu bo'lsa 60 60 bo'lsa bo'linadi. Bunga bo'linadi. Bo'lar ekan. 60 bo'lar ekan. Mana shu 60 ga suratlarni aylantirib chiqamiz. Mana misol uchun 15 taqsim 90 ni suratini 60 ga aylantirish uchun tepasini ham pastini ham 4 ga ko'paytirish kerak. 4 kira 15 60, 4 kira 9 160. Mana nargisi 10 taqsim 87. Buni tepasini 60 ga aylantirish uchun demak 6 ga ko'paytirish kerak. 6 ga ko'paytirib yuborsam mana bu 60 taqsim 6 kira 7 42. 4 dilda 6 kira 8 48. Bunun bilan 52. Mana. Hop, keyingisida 12 taqsim 109. Buni 60 ga aylantirish uchun 5 ga ko'paytiramiz. Tepasini, tepasi 60, pasti 45. 4 dilda 4 5 545. Hop, keyingisi 6 taqsim 53. 6 taqsim 53. 60 ga aylantirish uchun mana uni 10 ga ko'paytiramiz. 60 taqsim 530 bo'ladi. Hop, keyingisi 5 taqsim 45. Hop, buni 60 ga aylantirish uchun 12 ga ko'paytiramiz. 60 taqsim hop 12 kira 45 necha bo'ladi? Hisoblaymiz hozir. 11 dilda 5 6 8 4 0 12 bir dilda hop 0 qayta hisoblayapman. 12 bir dilda buni bilan 5 520. Mana. Hop, hammasini suratini 60 ga aylantirib oldik. Endi esinglarda bo'lsa, kasrlarni taqqoslayotganimizda suratlari bir xil bo'ladigan bo'lsa, mahraji kichkinasi eng katta bo'lardi. Mahraji eng kichkinasi eng katta bo'ladi. Bizda eng kichkinasini so'ragani uchun mahraji eng kattasi eng kichik bo'ladi. Suratlari bir xil bo'lsa, mahraji eng kattasi eng kichik. Mahraji kattasini tanlaymiz. 360, 22, 45, 30 mana ekan. Bu 12 taqsim 109 ga to'g'ri kelyapti. 12 taqsim 109 C ga to'g'ri kelyapti. Qaysi avtomobilning benzin samaradorligi eng kam deyapti? C dagi degan javobni olamiz ekan bunda.